Bu itni yangi. Vo! Nima qilding ko'rsam? Yet to'ba. Aqlli bo'ladimi aka? Haddan ziyod zo'r ekan. Vau, juda zavqli tomosha bu. Lekin tomosha deymiz, aslida bu hayotda bo'lishi mumkin bo'lgan xavflarning oldini olishda mana shu kabi xizmat itlarining o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Odamlarni xizmat iti qidirib topib beradi. Ha. Xo'sh. Mana xizmat iti topib belgi berdi. Aha. Egasi endi kelib uni rag'batlantiradi. O'zi mana shunaqa murakkab jarayonlarda odamlarni evakuatsiya qilishda ham itlarning o'rni bor, a? Albatta. Shu xizmat itlari yordamida shu anaqalarda tagida qolgan binolar tagida qolgan insonlarni qidirib topib beradi. Xo'sh. Ana. Bu itning ismi nima? Enzo. Aha. Enzo. Hozir qanaqa jarayonni ko'rdik biz? Hozir yuqorida turgan aport buyumini sakrab oldi. Xizmat itimiz. Belgiya ovcharkasiga mansub Enzo laqabli xizmat itimiz. Nech Boshladi. Kenora yurib. Onda. juda karomatlari ko'p it ekanda bu. Dahshat. Maktabga bemalol ketaveradi. Kastan ekan nomi. Kastan laqabli aynan narkotik vositalarini topishga mo'ljallangan xizmat iti ekan. Va o'tgan yillar davomida juda ko'plab minglagan aynan narko jinoyat bilan bog'liq holatlar mana shu it yordamida ochilgan, fosh etilgan.